Ular chempionatdan oldingi o'tishga urinib ko'rishadi. Zarba! Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, mahalla yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish va yangi iqtidorlarni kashf etish maqsadida o'tkazilayotgan futbol va mini futbol bo'yicha an'anaviy Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining Buxoro viloyati hududiy bosqichi start olmoqda. 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar futbol va mini futbol bo'yicha, qizlar esa mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogida ishtirok etishlari mumkin. Birinchi bosqich tuman shahar bosqichi saralash musobaqalari aprel-may oylarida, ikkinchi bosqich Buxoro viloyati bo'yicha saralash bosqichi iyun-iyul oylarida, uchinchi hal qiluvchi final bosqichi esa avgust oyida bo'lib o'tadi. Kubok sari olib boruvchi har bir bellashuv o'ziga xos sinov. Har bir o'yin yosh futbolchilar uchun yangi imkoniyat va ulkan tajriba bo'ladi. Keling, professionallarga xos kurash, haqiqiy shijoat va birdamlik tuyg'usini biz bilan birga his qiling.